Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala ikkinchi variant 23-savol. 1,105 gram to'yingan bir asosli karbon kislota mol miqdorda ishqor bilan aralashtirilib qizdirilganda 0,9 gram alkan olindi. Karbon kislotaning nechta chumoli kislota qoldig'i saqlagan murakkab efir izomeri mavjud? Demak, karbon kislota CnH2nO2 ko'rinishda yozsak, xo'p, undan hosil bo'ladigan alkan esa bitta, demak, karbon tangli chiqarib yuborgan kabi hosil qiladi, ya'ni CnH2n minus CO2 qiladigan bo'lsak, mana shu holatda hosil bo'ladi. Ya'ni massa farqi karbon tanglikka to'g'ri keladi. Shuni hisobiga 1,45 minus 0,9 0,55 gramga farq qilyapti. 0,55 gramga farq qilganda 1,45 gram, demak, karbon kislota bo'lyapti. Shuni hisobiga 44 gramda x 116 gram bizda aynan karbon kislotaning massasi. Undan 32 ni ayirib yuborsak, umumiy formulani keltirib chiqarishimiz mumkin. Minus 32 barobar 84. Xo'p, 84 taqsim 14 barobar 6. Demak, 6 n qiymatdagi murakkab efirni biz izomerlarni yozishimiz kerak ekan. Demak, faqat bunda chumoli kislota qoldig'i saqlanishi shart. Birinchisi, demak, H hop, normal holatdagisini yozadigan bo'lsak, ikkinchisi chumoli kislota qoldig'i 1, 2, 3, 4. Mana bu holatda. Uchinchisi to'rtinchisi beshinchisi oltinchisi Xo'p, shu bilan izomerlar tugadi. Demak, 8 ta izomeri bor ekan.